Mourinho Realning 10 nafar yulduziga chiqish eshigini ko'rsatadi. Hozirda Benfica'ni boshqarayotgan va tez orada Realga o'tish kutilayotgan Jose Mourinho Madrid klubi tarixidagi eng yirik tozalashni amalga oshirmoqchi. Xabarlarga ko'ra, portugaliyalik mutaxassis jamoani o'zining taktik uslubiga moslashtirish maqsadida 10 nafargacha futbolchini sotuvga qo'yishi mumkin. Bunda o'yinchilarning qanchalik mashhurligi va o'tmishdagi yutuqlariga emas, balki ularning taktik intizomi va ruhiy holatiga asosiy e'tibor qaratiladi. Ta'kidlanishicha, Mourinyoning qaytishi ortidan jamoada hech bir futbolchi o'z joyini saqlab qolishiga to'liq kafolat ola olmaydi. O'zgarishlar doirasida hatto jamoaning asosiy yulduzlaridan biri Vinicius Junior ham Madridni tark etishi ehtimolidan xoli emas. Hozircha kelajagi so'roq ostida qolgan va sotib yuborilishi kutilayotgan futbolchilar ro'yxatida quyidagi nomlar tilga olinmoqda: Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Ferland Mendy, Andre Lunin, Gonzalo Garcia, shuningdek Mourinho jamoaning asosiy yarim himoyachilari Federico Valverde va Aurelien Tchouamenining kelajagi bo'yicha ham shaxsan o'zi yakuniy qarorini qabul qiladi.